Mana hozir Minsk shahridan poyezdga o'tirib Litva chegarasiga qarab ketyapman. Belorussiyadan Litvaga. Mėly keleiviai, su jumis sveikinasi traukinio mašinistas Vladislav, kelionės metu jūs lydės palydovai Lina ir Justas. Bugun mana chiroyli bugun hayit kuni. 16-iyun. Chislarni bilamiz, hayit kunligini bilamiz. Ana hozir biz Vilniusda Vilniusdan hozir Trakay degan joyga ketyapmiz. Mana ham turibdi-ku, mana ham bu. Ikki etajli, xuddi shunday ikki etajning tepasida bizada. Tez yurar poyezd deydim, buni ko'ramiz qanaqa tez yurishini. Mana xudo xolasa qo'zg'aldik.